Alo. Alo kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga shunaqa deysizmi kuyov bola? Dada yasavomi? Qaynatansiz. Bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha kuyov bola? Erta bilan bozorga borib keling deydi, shunga kelgandim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi kuyov bola, 8 ga deganman. Bo'pti. Mashinada o'tirib turaman, 2 soat chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'xshab mingillayapsizmi? Chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimiz kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni olib boraylik, suvda qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, suvda qolib ketibdi, shunday olaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Qaror berdi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashlab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Biznesmenman, andijonlik bola, to'yis ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? Dada ko'chada muzlab qopti. Dada?